butun dunyoda murakkab jarayonlar ketyapti. Shu vaziyatda tinchlik, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, tinchlikni ta'minlash muammolari juda bir ahamiyatli masala bo'lib turibdi. Ko'pchilik davlatlarda bu masalalar juda bir keskin shaklga o'tib ketdi. Bizani O'zbekistonda ko'p yillardan beri mana mustaqillikdan keyin ayniqsa millatlararo totuvlikni ta'minlashga, diniy bag'rikenglikni ta'minlashga juda katta e'tibor qaratilyapti. Turli millat vakillariga o'zlarini milliy madaniy markazlarini yaratishga imkoniyat yaratilgan. Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi faoliyatini yuritdi. Ko'p yillar davomida bu masala bo'yicha yuzlab milliy madaniy markazlar faoliyat yuritdi. Ko'p do'stlik jamiyatlari o'z faoliyatini olib bordi. 16 ta diniy konfessiyalar vakillari uchun tegishli tashkilotlar yaratilgan. Ular o'zaro koordinatsiya qilib faoliyat yuritishadi. Shu nuqtai nazardan davlatimiz ushbu masalalarga juda katta e'tibor qaratyapti. Mana islom sivilizatsiyasi markazi tuzilishi ham bu boradagi bir katta ahamiyatga ega bo'lgan bir faoliyat bo'lyapti. Islom sivilizatsiyasini taraqqiyoti, uni tinchlikparvar mohiyati, barcha demak jamiyatdagi jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, islom sivilizatsiyasi doirasidagi yutuqlar, ilm fanga kiritilgan hissasi, islom sivilizatsiyasi buyuk olimlari kiritgan yutuqlar, hissalar yorqin ifodalanib ko'rsatiladi va bu xalqimizni milliy ongini, dunyoqarashini rivojiga juda katta ta'sir ko'rsatadigan bir markaz bo'lyapti. Biruniy va Ibn Sino yozuvlari, o'zaro xatlarini ahamiyatini yoritish, bu buyuk daholarni orasida amalga oshirilgan bahslar, munozaralar o'sha zamondagi fan taraqqiyoti uchun juda fundamental bo'lgan masalalarga bag'ishlangan. Bahslar doirasida juda katta bir buyuk g'oyalar ifodalangan. Endi muzeyda barcha daholarimizni yutuqlarini, jahon tamadduni rivojiga kiritgan hissalarini ko'rsatishimiz kerak. Hozir bir 800 dan ko'p loyihalar ishlanyapti. Juda ko'p mana shunaqa loyihalar amalga oshirilyapti. Barcha buyuk insonlarimizni, mutafakkirlarimizni, olimlarimizni yutuqlarini ko'rsatishimiz kerak. Aks holda bu juda islom sivilizatsiyasi markazidagi ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan barcha yutuqlarimizni ko'rsatishimiz kerak. Fan tarixchilari Biruniyni aytishadiki, shu 11-asrni eng buyuk olimi bo'lgan deb va Farobiyni misol uchun ikkinchi muallim deb butun dunyo qadrlaydi. Ya'ni Aristoteldan keyingi bo'lgan butun insoniyat uchun buyuk muallim deb e'tirof etiladi. Markaziy Osiyo tamaddunimiz shu islom tamadduni rivojiga juda katta hissa kiritgan. Birinchi Renessans zamonida ham masalan bizani buyuk bobolarimiz Al-Xorazmiy, Farg'oniy, Farobiylar, Zamaxshariylar, Buxoriylar,
Termiziylar juda buyuk hissa kiritgan. Ikkinchi Sharq Renesansida ham, Temuriylar davridagi Renesansda ham bizani yurtimizdan chiqqan daholar juda bir insoniyat rivoji uchun katta hissa kiritgan. Shu Mirzo Ulug'bek Samarqandda yaratgan bir Mirzo Ulug'bek akademiyasini doirasida juda katta olimlar ijod qilgan, katta o'sha zamon uchun eng bir kuchli observatoriya yaratilgan, ilmiy jamoa yig'ilgan, katta bir hisob kitoblar amalga oshirilgan, osmonni demak globusi va yerni globusi aniq koordinatlari ifodalangan, mingdan ko'p yulduzlarni aniq koordinatlari hisoblab chiqilgan. Bu butun insoniyat uchun juda kerakli bir narsa bo'lgan o'sha zamonda, chunki karvonlar bexato yurish uchun shu osmonga qarab, yulduzlarga qarab joyini qayerga ketayotganligini, qayoqqa ketayotganligini bilgan. Dengizdagi kemalar ham shu osmondagi yulduzlarga qarab o'zini joyini belgilagan. Mana Islom sivilizatsiyasi markazida butun O'zbekistonda erishilgan yutuqlar jamlansa, hatto qaysidir inson ko'p vaqti bo'lmasa, Samarqand, Buxoro, Xivalarga bora olmasa, shu Toshkentda o'zida butun O'zbekistonni hamma yutuqlarini ko'rganday bo'ladi. Menimcha Islom sivilizatsiyasi markazi O'zbekistonni mana yangi bir pog'onada rivoji uchun juda katta ahamiyatga ega deb hisoblayman.